osib urishyapti. Fizioterapiya bo'ling, manual terapiya bo'ling, akupunktura, lekin hijama emas. Bu insonni o'sha nerv qismiga qattiqroq urib qo'ygan va u hozirgi paytda hattoki nogiron bo'lib qolishi mumkin. Osteoxondroz hammada uchraydimi? Hammada uchraydi. Og'ir ko'targanligim uchun nerv tomirim qisilib qolgan ekan. Birinchi organizmda men aytaman, harom qon yo'q. Gazli ichimliklar ichimi oqibatida shu yuzaga keldi. Sizni obro'yingizdan bemori sog'lig'i muhimroq. Garantiya beradigan mutaxassisdan qoching. Bu tibbiyot. Assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar. Bugun yakshanba va har doimgidek biz erta tongdan Allo doktor ijodkorlari sizni xonadoningiz mehmonimiz. Assalomu alaykum. Allo doktor loyihasini boshlaymiz. Aziz Kamilov aytganlaridek hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi yaxshi shifokorlarni nazoratida va maslahatida bo'lsak. Yaxshilar, bugungi mavzuyimiz grija, ya'ni disk churrasi haqida bo'ladi. Odatda xalq tilida buni churra deyishadi. Ko'pincha biz grija deya vohmali ishlatamizda. Yaqinda Milliy TV telekanali orqali Millar dasturi taqdim etildi va u yerda meni e'tiborimni tortgan voqea. Endi men bilmayman, u inson manual terapevtmi yoki tabibmi yoki litsenziyasi bormi yo'q, buni bilmayman. Lekin meni e'tiborimni tortgani u yerda bo'lgan voqea. Ya'ni bir jabrdiyda tabibni ustidan shikoyat qilib, sud jarayonini kuzatdimda. Oddiygina misol, oyoqdan osib o'sha noto'g'ri urishi borasida, noto'g'ri urishi oqibatida bu insonni o'sha nerv qismiga qattiqroq urib qo'ygan va u hozirgi paytda hattoki nogiron bo'lib qolishi mumkin. Ertalab tursam, уже ikkita oyoqda sezgi yo'q. Hech narsaga yaroqsiz bo'lib qolganman. Hijoma qilingan, osilgan, boshga yem qo'yganman. Tajriba osganimda urganman ham orqa sohalarga. Bugun ba'zi bemorlar tabiblarga borib, igna sanchish, banka qo'yish kabi muolajalardan foydalanib dardiga davo izlayapti. Ammo bu muolajalarning barchasi ham bemorlar sog'ayishiga emas, aksincha ahvol og'irlashishiga olib kelmoqda. Men o'zimni qadrimga, sog'lig'imga achinayman. Hozir hech narsaga yaroqsiz bo'lib qolganman. Oilada ham, ishga ham, hayotda bir maqsadsiz odam bo'lib qoldim, nima? Gap shundaki, Toshkent viloyatida tabibga borgan erkak tanasidagi ba'zi sezish qobiliyatini yo'qotdi. Ma'lum bo'lishicha, bemor grija muammosi bilan tabibga borgan. Yetarli malakaga ega bo'lmagan tabib esa bemorni davolashga kirishgan. Belim og'riyapti aka. O'shanga siz eshitib keldim, nechini qilar ekansiz dedi. Belim ushlab ko'rdi. Aka dedi, 4-5 mm grijangiz bor ekan dedi, shamollash ham bor dedi. Oyog'imni ostida mushtumlab belimga 5-6 marta urdi. Sizdan nerv qisib qo'ygan dedi. 3 kun qatnaysiz, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi dedi. 5:30larda uyga yetib bordim-da, dam oldim. Soat 9da turib hojatga boraman, hojatga chiqa olmayapman. Ish hujjatlarida keltirilishicha, tabib erkakda hijoma, bochkaga solish hamda oyog'idan tepaga osib davolash kabi muolajalarni o'tkazgan. Sudlanuvchi tabib 1993-yilda, bemor erkak esa 1992-yilda tug'ilgan. Hijoma qilingan, banka qo'yib, qanaqa holat yengillash bormi, bor degan. Tajriba osganimda urganman ham orqa sohalarga. Ertalab tursam, уже ikkita oyoqda sezgi yo'q. Shundan keyin bemor xususiy klinikaga murojaat qiladi. Shifokorlar bemor erkakka quyidagi gapni aytishadi. MRTga tushdim, nerpatologga kirdim. Siz menga grijangiz dedi. Osganda grija chiqqanda urib yopishtirib qo'ygan buni. O'sha sizni sezgi organ bilan hojatga ketadigan nervingizga travma berib qo'ygan mana dedi. Ahvoli og'irlashgach, bemor xususiy klinikada jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazadi. Og'riqlar qoladi, ammo sezgilar tiklanmaydi. Qancha joylarda osyapti, oyoqdan osyapti, uryapti, boshqa qilyapti. Unaqa narsalar bo'lmayapti shu paytgacha. Men o'sha sababdan men aybdor emasman. Oyoqda sezgi yo'q. Hojatni kontrol qilib bo'lmaydi. Yosh bolaga o'xshab qo'yganman hozir. Ko'p doktorlarga bordim. Men o'zimni qadrimga, sog'lig'imga achinayman. Hozir hech narsaga yaroqsiz bo'lib qolganman. Oilada ham, ishga ham, hayotda bir maqsadsiz odam bo'lib qoldim, nima? Bundan litsenziyasini, diplomi, anaqa ruxsatnomalarini so'ragan ekan, ekspertiza bular bermagan, olib bormagan. Beldagi og'riq bilan borganman. O'sha buni litsenziyasidan keyin o'sha Cauda equina sindrom degan kasallik ekan bu nomi, doполнительный qo'shilib ketdi bulardan keyin. Qonun doirasida iloji boricha adolatli qaror chiqarib berib, meni sog'lig'imni joyiga qo'yib bersin bola bu. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha aynan mana shu Yuqori Chirchiq tuman sudida tabibga nisbatan quyidagicha jazo tayinlandi. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 111-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin.
va shu modda bilan ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlansin. Shuningdek, sud hukmiga ko'ra sudlanuvchidan jabrlanuvchi foydasiga moddiy zarar undirish ham belgilandi. Bugun tabiblik bilan shug'ullanayotgan ba'zi shaxslar, fuqarolarning hayoti sizga o'yinchoq emas. Hurmatli bemorlar, siz esa har doim o'z ishining ustasi bo'lgan malakali tibbiyot xodimlariga murojaat qiling. Sud qarorini o'qidi, bu insonga jazo beriladigan bo'ldi, lekin meni nazdimda ko'pgina manual terapevtchilarimizga, tabiblarimizga, haqiqiy tabiblarimizga, malakali tabiblarimizga ozgina yomon ko'z bilan qarash. Mana aytdim-ku, senga tabiblar bo'lmaydi. Mana senga aytdim-ku, manual terapiya yo'q. U foydasi yo'q degan tushunchaga kelib qolmasligi uchun xalqimiz biz bu ko'rsatuvni tashkillashtirdik. Endi aytib bering, bu o'zi bor narsami, yo'q narsami, hali oyoqdan osib qo'yib, belni savalash deydimi buni? Nima deydi aslida buni? Va kimlar shug'ullanadi bu bilan? Bizani xalq tilida buni kassaprav deydi. Aha. Urib davolash, masalan, urib davolash. Ikkinchi jahon urushida, urush paytida okoplarning ichida yoki har qanday holatda, masalan, bel ushlab qoldi yoki boshqa ushlab qoldi, masalan, shunaqa holatlar ko'rgansizlar. Endi zaxlarda o'tkazishgan, egilib yurishgan, bu bo'lish tabiiy. Shu holatda bel ushlab qolganda ekstreniy, ya'ni tez yordam berish maqsadida qo'l bilan yoki qanaqadir vositalar bilan o'sha bel qismidagi umurtqani chetidagi nervga qo'lini qo'yib turib urish. Videolarda juda ko'p keng tarqalgan bu usul, ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'shan bilan davolaydi masalan. U tez yordam berish maqsadida deyiladi o'zi aslida. Hozirgi kunda masalan 1 yil davomida ko'ryapman, lekin faqat osishni bilardim. Lekin hozir yaqindan ko'rishni boshladim. Osib urishyapti. Bu yengillik lekin. Ha, siz uchun yengillik. Ha, men uchun yengillik. Endi uni ko'rish kerak, lekin tabiblar deyapti-da bu yerda. Hali uni oydinlik kiritib o'tib ketish kerak. Eng birinchi navbatda hali ular tabibmi degan so'z bor. O'zi bizda tabobat assotsiatsiyasi bor, tabiblar uyushmasi bor, to'g'rimi? U yerda litsenziya olish kerak. Albatta, u yerda siz ro'yxatda turasiz. Birinchi navbatda sizga o'sha hamma o'zini kategoriyalari deydi. Kategoriyalardan o'tganingizdan keyin sizga sertifikat yoki diplom yoki udostrenniya berishadi. Siz haqiqiy tabib sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Hozir u yerda umumiy qisqa lavha bo'lganligi uchun hamma bizga videoni tashlashyapti. Qaras, sizlarga aloqasi bor, sizlarga menga umuman aloqasi yo'q. Menda bitta savol tug'ilyapti, Muhammad. Mana siz Xitoyda o'qib kelgan ekansiz, mana sizni bir klinikangiz bor ekan. Mana shu metodikani siz o'qiganmisiz? Mana siz eshitgan ekansiz. Umuman sizlarga o'qitishganmi shu osib qo'yib, shu urib davolashlarni? Xitoy tabobatida. Yo'q, Xitoy tabobatida ko'rmaganman. Bu Rossiya metodi. Rossiyada ko'pincha ishlatiladi, Xitoyda ko'rmaganman. Chet el tajribasida bizada ham shunaqa qonunlar borki, masalan insonga biror назначение qilish yoki masalan tavsiyalar berish faqatgina ma'lum bir tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan shaxsgina qilinishi kerak. Ya'ni chet elda ham даже standartlar borki, oddiygina ukollarni ham masalan hamshiralar qilmaydi. Unda даже qon olish masalasi ham vысший образование, ya'ni oliy tibbiyot nimasiga ma'lumotiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan qilinishi kerak. Bu ko'rsatuvga masalan chiqqan holat birinchi holat emas. Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazida umurtqa pog'onasi bo'limida ishlaymiz biz. O'shanda ham masalan bizning tajribamizdan bir necha holatlar bo'lgan. Ya'ni mutaxassislar tomonidan nediagnostirovaniyda ruschasida tashxislanmasdan turib, ma'lum bir amaliyotlarni o'tkazgandan keyin asoratlanish holatlari ham bo'lgan. Savol tug'iladi. Bu masalan shu holatlar to'liq qilinganmi, qanaqa qilingan? Mani maslahatim qanaqa bo'lardi? Birinchi navbatda masalan osteoxondroz nima degan savolga javob topilishi kerak. Osteoxondroz bu xuddi organizmda sochni oqarishiga o'xshaydi. Ya'ni yosh o'tgan sari organizm ma'lum bir bosqichda o'tadi. Bu masalan o'smirlik davri bor, bolalik davri bor, masalan o'rta yoshda o'tgandan sari bu 25-30 yoshga kelib o'sha umurtqa pog'onasi disklarining orasidagi qon tomirlar, ta'minlanuvchi qon tomirlar yopilib qoladi. Disk faqat ma'lum bir diffuz oziqlanadi. O'shandan keyin masalan agarda ma'lum bir omillar bor, osteoxondrozni keltirib chiqaradigan savol tug'iladi. Osteoxondroz hammada uchraydimi? Hammada uchraydi. Faqatgina ma'lum bir darajalari. Birinchi, ikkinchi bosqich bor, uchinchi bosqichi bor. Kimdadir asoratlanadi, ya'ni masalan o'sha greja qobig'i deydi, o'sha yorilib kanalga chiqqandan so'ng u nervni siqqandan keyin klinik belgilar namoyon bo'ladi. Keyin bemorga masalan tavsiya berilishi mumkin.
Masalan, qarama qarshiliklar borda, debatlar bo'ladi. Bu to'g'ri qilinganmi? Biz ham tavsiya buyuramiz. Biz ham har doim. Endi masalan, umumiy bemorlar murojaat qilgan bemorlar orasida faqatgina 17-20% operatsiyaga taklif berilishi mumkin. Qolgan masalan qismi bu masalan qo'shimcha davolash usullari. Konservativ davolash dorilar bilan fizioterapiya, akupunktura masalan, nina bilan igloterapiya masalan, manual terapiya usullari borki, ular masalan tibbiyotga kiritilgan, lekin grijani ma'lum bir bosqichlarda asoslangan, ilmiga asoslangan. Mana masalan 100% oldik-a? 100% oldik. 20% operatsiya ekan, to'g'rimi? 80% bizning ishimiz. Operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin ham qayta tiklanish deydi o'zbekchasiga, to'g'rimi? Demak, uqalash desak to'g'riroq bo'ladimi? Mana misol uchun ba'zi bir shifokorlar o'sha jarrohlik stolidan so'ng parvarishlash deymiz, uqalash, massaj usuli. Ya'ni reabilitatsiya, qayta tiklanish. Ya'ni qayta tiklanish o'zbek tilida. Mana masalan 80% baribir bizning qo'limizga kelishadi. Kasallikni davolashda xalq orasida savol tug'ilishi mumkin, faqatgina operatsiyami? Yo, manual terapiyami? Yo'q. Kasallikni davolash uchun bir nechta bosqichlar bor. Yana bir marta aytaman. Birinchisi, mana deylik bemor keldi, biz konservativni davolashga dorilar bor, o'shalar berildi. Biz qo'shimcha aytamiz albatta. Fizioterapiya bo'ling, manual terapiya bo'ling, akupunktura, lekin hijama emas. Mana shu narsaga ham ozgina oydinlik kiritishimiz kerak. Grijdaga hijoma ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi? Grija uchun ishlatilmaydi. Grija uchun ishlatilmaydi yoki qon aylanishini yaxshilash uchun yoki qonni suyultirish uchun ishlatilishi mumkin, lekin grija uchun emas. Lekin yana bir xalqimiz orasida bir gap yuradida, harom qon chiqib ketish kerak deyshadida. Mana shunga ham ozgina oydinlik kiritib bering. Juda ham odamning tanasida harom qon bo'ladimi, yo'qmi o'zi aslida? Ko'pincha mana ukol ham olaman-ku, boshida ko'p qanaqadir quyuqroq qon chiqadi-da, qon topshirayotgan paytingizda ham. Keyin yog'iga suyulib ketadi yoki qo'lingizni kesib olsangiz shunaqa bo'ladi-da. Men o'ylayman-da, ichimda endi soddamizda baribir tibbiy salohiyatimiz yo'qligi sabab harom qon chiqib ketyapti. Qara, oddiyroq qilib tozasi kelganda o'rab qo'yaman. Men uyni sistemasi bor, kotol deydi. Masalan, suv bir marta suvni quyib qo'ydingiz, u yopiq sistema, suvni to'ldirdingizda qaynab yotibdi qozon, boradi, isitadi, qaytib keladi. Agarda bir joyda teshik ochilib qolsa, suv oqib tursa, u qozonda suv qaytib kelmaydi, qaynashni boshlaydi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Organizmda xuddi shunaqa. Organizm целый kompleks. Organizmdan qancha qon chiqib ketsa, birinchidan organizmda men aytaman, harom qon yo'q. Keraksiz narsani o'zi yo'q. Yo'q. Hammasini ishi bor. Bu ayollarga nisbatan aytiladi, ya'ni harom so'zini ishlatish o'zi noto'g'ri. Ayollar har oy hayz ko'rish, erkaklarga nisbatan hayz ko'rganligi uchun o'sha harom qoni chiqib ketdi degan mana shunaqa holatlarni ham eshitamiz. Men hayron qolaman. Endi bu Alloh yaratgan ayollar unaqa tushuncha yo'q. Grijaga ishlatilmaydi hijoma. Grijaga aloqasi yo'q. Men sizlarga uy sharoitida grija, protruziya va osteoxondroz uchun ajoyib 3 ta lifehack ko'rsatib o'taman. Birinchisi, bo'yindan boshlaymiz. Qo'llarimiz ochamiz, ketdi. O'ntadan 5 podxod qilsanglar kuniga yetadi. Endi ko'krak qafasi uchun qo'llarimizni shu qismidan ushlaymiz va yonga tortamiz. Shuni ham 10 tadan 5 marta qilishingiz kerak. Endi bel qismi uchun mashqlarni ko'rsatib o'taman. Oyoqni ochib olamiz. Ketdi. Shu mashqni ham kuniga 10 tadan 5 podxod qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Grija haqida, churra haqida gaplashyapmiz. O'zi umuman qayerdan paydo bo'ladi? Mana misol uchun men ko'pincha haydovchilarda uchrataman-da grija holati yoki bo'lmasa mana operatorlar, tasvirchilarimiz soatlab bir joyda turishadi. Hattoki yaqinda hamkasbingiz nevroxirurg 14 soat bir joyda jarrohlik amaliyotini o'tayotgan paytida endi xohlaymizmi, yo'qmi, oyoq, qo'llar og'riydi, uvushadi. Ko'p uzoq ishlab turib, bo'yinlarini ko'targan holda ular o'sha qaysidir tomirini uzib qo'yganlar, shuning orqasidan grija paydo bo'ldi degan gaplarni ham eshitdim. Ba'zi birlar aytadiki, o'sha bir joyda uzoq turib,
ba'zi birlar mana bunday harakat qilishadi, bilasizmi? Ana umurtqalarni ishlatmoqchi bo'lishadi, ozgina qizdirmoqchi bo'lishadi. Ana shu holatda grija chiqadi deyshadi. Ba'zi birlar og'ir ko'targanda kelib chiqadi deyshadi. Ba'zi birlar muzdek joyda uxlab qolsang kelib chiqadi deyshadi. Hattoki semizlik ham sabab bo'lishi mumkin. Asosiy faktorlardan bittasi bu gipodinamiya, birinchisi, ya'ni kam harakatlilik. Masalan, bu aytganlarda bu hammasi gipodinamiya asolati. Ya'ni harakatda bo'lganda mushak taranglashish bo'ladi. Organizm целый kompleks. Ko'z oldingizda osma ko'prikni keltiring. Ya'ni osma ko'prik deganda osma ko'prik har doim troslarga asoslangan bo'ladi. Agar bitta o'sha masalan trosni susayib qolishi yoki qanaqadir bo'lishi osma ko'prikda balansni buzilishiga olib keladi. Organizm xuddi shunga asoslangan. Har bitta mushak umurtqa pog'onasini tortib turadi. U oddiy qilib tushuntirishi mumkin. Shtangist masalan o'sha og'ir ko'taradigan og'ir atlet deylik, 100 kilo o'zi bo'lib turib 200 kiloni ko'tarishi mumkin. Agar 200 kiloni suyakni ustiga qo'ysangiz sinadi. Вопрос, uni qanday ko'taradi? Uni mushak tomonidan ko'taradi. Ya'ni mushak sistemasi baquvvat rivojlanganligi sababli. И bu o'zi birinchi gap. Ikkinchisi sekin-sekin organizmda distrofik o'zgarishlar bor. Bu moddalar almashinuvining buzilishi. Uchinchisi bu zararli odatlar. Ba'zi odamlarda masalan zararli odatlar juda ko'p bo'ladi. Bu nima hozirgi masalan oxirgi izlanishlar natijasini ko'rsatdiki, zararli odatlar deylik, chekish yoki boshqa holatlar kuzatilishi mumkin. Traumatizatsiya qolgani bitta faktor, og'ir buyumlarni ko'tarish yoki og'ir sport bilan shug'ullanish, noto'g'ri harakat qilish ham grijani paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, hamma narsa ichki jarayondan boshlanadi. Ko'ryapsizmi, yaxshilar? Agar siz muntazam ravishda og'ir ish qiladigan bo'lsangiz ham, sport bilan shug'ullanib tursangiz, harakatingiz yaxshi bo'lsa, moddalar almashuvi muntazam ravishda ishlab tursa, demak u insonda grija paydo bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda ertalab badan tarbiya qilish kerak. Ertalab. Hech bo'lmaganda. Hech bo'lmaganda. Bez emas, telefon qo'ng'irog'i bo'lyapti. Nigor opa olib bemalol suhbatlashsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Allo, doktor, eshitadi? Uzr, men televizor orqali sizlarni ko'rib o'tirgandim va o'zimda bitta qiziqarli savol kelib chiqdi. Yaqinda og'ir idishlarni ko'tardim. Uyimizda mehmonlar ko'p bo'lib ketgandi. Patnosda idishlarni birdaniga ko'targanimda ertasi kun уже meni belimda og'riq boshlandi. Men o'zi birinchi uni buyragim og'riyapti deb o'ylagandim, lekin og'ir ko'targanligim uchun nerv tomirim qisilib qolgan ekan. Endi uni asoratida grija paydo bo'lib qolmaydimi deb qo'rqyapman va muolajalar oldim. Olganim bilan ham, lekin og'ir narsa ko'targanimda, enkayib ish qilganimda, o'tirganimda bilinyapti, qanaqadir og'riq sezilyapti. Bunda hozir nima qilishim kerak? Doktorlar nima maslahat berishadi? Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat, javob. Savolingiz uchun katta rahmat. Hozir bizning mutaxassislarimiz shu savolga javob berishadi. Oyoqda uvishish, nerv tomiri bo'ylab tortishlar, harakatda qiynalish, ma'lum harakatni chegaralanishi bo'lsa, agar bu jarayon masalan uzoq davom etayotgan bo'lsa, ko'rsatma bo'ladi bemorga MRT tekshirishi o'tishi. MRT tekshiruv o'tishi tavsiya beriladi. Nima uchun? Diagnoz qo'ymasdan turib, hech qachon biz ham tavsiya bermaymiz. Ularga yo konservativ lecheniya yoki blokada yoki boshqa yoki operatsiya qo'yilmaydi. Avvalambor diagnoz qo'yilishi kerak. Undan keyingina davolash choralari ko'rish mumkin. Grijani paydo bo'lishda ba'zi bir ovqatlar, taomlar yoki gazli ichimliklarni o'rni qanaqa? Masalan, mana qarangda, zararli odatlar degan narsa bor. Даже chekishni o'zi ham bu asr 19-asr boshlarida zararli odatlar qatoriga kirmagan. Ya'ni odatiy hol bo'lgan, ayollar ham erkaklar ham chekishgan. Sekin-sekin bu jarayon zararli odatlar darajasida qo'shilgan. Ya'ni ko'rilgan saraton ko'paygan, boshqa narsa ko'paygan. Hozirda даже masalan kunida 2-3 qahvadan ko'p ichadigan bemorlar ham kofeda zararli odatlar deyilishi mumkin. Sahr juda ko'p bo'ladi. Qand miqdori. Qand miqdorini o'zi semizlikka olib keladi-da. Semizlikni o'zi prediktor bo'ladi grijani paydo bo'lishiga. Bu o'zi deganiki moddalanishni buzildi degani. Moddalanish buzilgandan keyin moyillik paydo bo'ldi. Keyin masalan og'ir ish qilaman yoki boshqa bir masalan qattiqroq harakat qilgan paytda o'sha jarayonda grijada masalan qobig'i bor. O'sha qobiqda yorug'lar paydo bo'lgandan keyin sekin-sekin rivojlanish boshlanadi. Endi qarang, ba'zi bir holatlarda shifokorga borgan paytimizda o'sha dish churrasi yoki grija bo'lsa, ularga shunday davolash usullarini aytishadi. Ya'ni muntazam ravishda davolanasiz va ko'proq turnikka tortiling, bruis qiling yoki bo'lmasa suzishga boring degan maslahatni berishadi. Qanchalik to'g'ri bu narsa? Hali gaplashganimizda qizimasdan turib, misol uchun odamni osib bo'lmaydi. Uni ham yo'llari bor. Sportchilar ham biror narsani ko'tarishdan oldin ozgina mashqlar qilishadi, qonni yurg'izib olishadi. Undan keyin biz yo uqalaymiz yoki o'sha manual terapiyaga o'tamiz, yo igna terapiyaga o'tamiz, badanni qizdirib olamiz degan so'zlarni aytdingizda,
bu qanchalik to'g'ri? Osilish mumkinmi? Suzishga borish mumkinmi? Eng tavsiya beriladigan narsasi bu suzish, chunki suzish paytida organizm невесомость bo'ladi, ya'ni muallaq Muallaq holatda. holatda. Organizmdagi ko'pchilik mushaklar, imенно bo'yin, orqa mushaklar hammasi ishlaydi. O'sha paytda ularda mahalliy qonlanish, birinchidan mushak qisqargandan keyin u yerda mahalliy qonlanish yaxshilanadi. Ikkinchidan ishlagan narsa обязательно o'zini baquvvatlanadi. Ya'ni mushak bu harakatda bo'lsa, o'sha jarayonda griza oldi olinadi. Lekin asoratlandi deylik. Уже yorilib bo'ldi deylik, kanalga chiqdi deylik degan savolda. U savol boshida shunaqa kelyapmiz. U yorilgan paytda tortishish yoki boshqa narsalar qilish kerakmi? Meni fikrim yo'q. Yo'q. Hamma narsani bosqichi bor, bosqichga qarab davolaydi. Xalq orasida shunaqa gap borki, meni grizam razmerga bog'liq. Grizani operatsiya qilish. Men aytadiki, menda 5 mm griza bor ekan, men yuribman, masalan, mana yoki 1 santimetrlik. Birinchi navbatda biz aniqlik kiritishimiz kerak. Griza qayerda joylashgan? Bo'yin qismidami, ko'krak qismida, bel qismidami? O'shanga qarab simptomatika o'zgaradi. MRT ko'rsatkichi, ya'ni MRT xulosasi bizni operatsiya qilishimiz uchun nima emas, asosiy ko'rsatma emas. Bemorni ko'rilishi kerak, klinik osmotr qilish kerak. Eng xalq orasida ikkinchi savol bor. Mayli, men rozi bo'ldim. Siz garantiya berasizmi degan savol. Voy, kafolat bu judayam, judayam. Mana masalan bu etap keladigan bo'lsa, men xalqimizga murojaat qilmoqchi edimki, garantiya beradigan mutaxassisdan qoching. Bu tibbiyot. To'ppa-to'g'ri. U tibbiyot statistikaga asoslangan. O'rtacha aytiladi. Masalan, bizda shuncha 100% qilgan operatsiyalarimiz orasida 97% da yaxshi ijobiy ko'rsatkichlar amalga oshirilyapti. Ikkinchi tavsiyam albatta, masalan, har bitta kasallik bosqichiga qarab davolanadi. Bemor shikoyatingiz bormi? Albatta mutaxassis maslahatini oling. Mutaxassis maslahatini olgandan so'ng sizga tavsiya beradi. Tavsiya bergan asosida siz mana boyagi asoratlar kamayishi, masalan, yaxshi natijaga erishish uchun albatta mutaxassis maslahati kerak bo'ladi. Bemorlarimizga doimiy mashg'ulotni tavsiya qilaman. Sport bilan shug'ullanish. Doimiy sport bilan hatiyab 2 kunda bir. Eng bo'lmaganda ertalab badan tarbiya. Eng bo'lmaganda hech narsa qilmadim deganda badan tarbiya. Bu ham ko'p emas, 10 minut, 15 minutdir. Shuni gaplashib ham 1 soat 2 soat o'tirib qo'yamiz-ku. Bilim darajalarini oshirib, mana shunaqa Muhammadga o'xshagan manual terapevtlarimiz ko'payaversin, faqat sertifikati bo'lsin. Albatta. Har doim insonda millionga yaqin muammolari bo'ladi. Mana hozir ham muammolarimiz ko'p. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Lekin inson kasal bo'lgan paytda muammosi bitta bo'ladi. O'sha kasallikni yengish. Men yaqinda ko'rgan voqea meni juda ham o'ylantirib qo'ydi va sog' bo'lganim uchun yoki kichik kasalliklarim borligi uchun shukr qildim. Bitta bemorni ko'rdim. Bilasizmi? Unda o'sha dischurrasi bor. Vazni juda ham katta. Qandli diabeti bor. Yuragida infarkti va undan tashqari qarang, ozaman deb haligi oshqozonni kichkaytirib, vaznini kamaytiraman deyapti, grijamga xalaqit beryapti, jarrohlik stoliga yotaman desa, bu yerda qandli diabet, uningga hech qanaqasiga o'sha qanaqadir farma mahsulotlarni qilib bo'lmaydi. Agar u o'lib qolishi mumkin, nobud bo'lishi mumkin yoki butun umr komaga ketishi mumkin-da. Yaxshilar, mana shunday insonlar ham bor oramizda. Haligi kasallikni bir kolleksiya qilib oladimi, nimadir deyishadi. Hali to'p kasalligi bo'ladi-yu, lekin indamay yurishadi. Vaqtida shifokorga uchrashing. Vaqtida shifokor nazoratida bo'ling, to'g'ri maslahatni oling va to'g'ri shifo toping. Mana shunday niyatni bildirgan bo'lardim. Siz Allo doktor loyihasini tomosha qildingiz. Niyatim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'rimi Nigora opa? Sog' bo'linglar. Albatta, hammasi yaxshi bo'ladi.